Ustakalar qaysi biri yaxshi deb o'ylaysizlar? Jitkum или Fumlenta? Biz hozir Jitkumni ishlatishni boshladik. Kimning fikri qanaqa? Izohlarda yozib ko'rsatinglar. Hozir bir ishlatib ko'rsatib ko'ramiz. Buni yechilishi qiyin degan savol bor hammada. Yechilishi ham juda ham oson. Buni bitta ko'rsatamiz keyingi videolarimizda. Mana shu holatda Jitkumimizni qo'yamizda. Qatiramiz. Buni bitta yechib, yaxshi ichigacha o'tish uchun bitta qatirib olamiz. Tamam. Atrofini viddavar bo'lishligi uchun bitta artib tashlaymiz. Mana shu holatda go'zal bo'lib qolaveradi. Mana shu holatda chiroyli bo'lib qotadi. Qotiramiz. Kutamiz, endi buni ertaga qo'yamiz. Shuning uchun bugun qo'yib qo'yapmiz. Ertalabgacha chiroyli bo'lib qotib qoladi. Fikrlaringni albatta izohlarda yozib qoldiringlar.